Toshkentda jurnalist va blogerlar uchun media savodxonlik bo'yicha amaliy trening bo'lib o'tdi. Axborot oqimi hayratlanarli darajada shiddat bilan o'zgarib borayotgan bugungi davrda jurnalist va blogerlarning media savodxon bo'lishi nafaqat shaxsiy ehtiyoj, balki jamiyat xavfsizligi va barqarorligi uchun ham muhim omilga aylandi. Mana shunday murakkab media muhitda O'zbekiston jurnalistlarining media savodxonlik salohiyatini oshirish mavzusida 2 kunlik amaliy trening o'tkazilishi zamon talabiga javob deyish mumkin. Trening O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining Xalqaro jurnalistika fakulteti, jurnalistlarni qayta tayyorlash markazi va UNESCO hamkorligida tashkil etildi. Unda faol jurnalist, blogerlar va tadqiqotchi o'qituvchilar ishtirok etdi. Birinchi kundanoq ishtirokchilar so'z erkinligi, jurnalist xavfsizligi, huquqiy savodxonlik, axloqiy me'yorlar va gender muvozanati masalalari yuzasidan chuqur muhokamalarga tortilishdi. Bugungi media savodxonlikdan ko'zlangan maqsad har bir axborotni tekshirib ko'rib, uni media olamiga taqdim etishdan oldin o'rganib, fact-checking qilishni o'rganyapmiz. Bu biz uchun nimaga kerak? Har bir ma'lumotni rost yolg'onligini ommaga chiqarganda uni ta'siri ommaga qandayligini bilishimiz uchun kerak. Chunki har bitta chiqqan axborotdan o'quvchi ko'proq jabrlanadi, u noto'g'ri xabar bo'lsa. Trener, falsafa fanlari doktori professor Yoqutxon Mamatova ta'kidlaganidek, jurnalistikaning huquqiy va axloqiy chegaralari aniq belgilanmasa, ommaviy axborot vositasi manipulyatsiya quroliga aylanishi mumkin. Tadbir davomida raqamli muhitda fake yangiliklar, manipulyatsiya va dezinformatsiyaga qarshi kurashish mavzusidagi sessiyalar ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Aqua Trio IT kompaniyasi rahbari Artur Kan tomonidan olib borilgan chiqishlarda jurnalistlar uchun kiberxavfsizlik, shifrlash, ma'lumot himoyasi kabi zamonaviy yo'nalishlar o'rgatildi. Jurnalist Nozima Toshpo'latova ta'kidlaganidek, jamiyat axborot xavfsizligi uchun birinchi navbatda jurnalist mas'ul. Uning har bir so'zida fakt, manba va etika bo'lishi shart. Treningning yana bir dolzarb mavzusi sun'iy intellekt vositalari orqali media tahlil va fake kontentni aniqlash bo'ldi. Bugungi kunda AI yordamida xabarni tarqatish oson bo'lgani kabi soxtasini aniqlash imkoniyatlari ham ortib bormoqda. Treningda bu boradagi platformalar, texnologiyalar va mutaxassislar ish tajribasi taqdim etildi. Shuningdek, ishtirokchilar o'zlarining kelgusidagi loyihalari ustida ishlab, media savodxonlik bo'yicha media rejalar tayyorlashdi. Bu kabi tadbirlar nafaqat jurnalistlarning bilim va ko'nikmalarini oshiradi, balki ommaviy axborot vositalari orqali jamiyatda tahliliy fikrlash madaniyatini ham shakllantiradi. Chunki haqiqatni aniqlash uchun avval ommaviy axborot vositalari vakilining o'zi haqiqatni tanigan bo'lishi kerak.